qilyapsanmi? Videolaring rekka chiqmayaptimi? Demak, bu videoni oxirigacha ko'rishing kerak. Videolarim rekka chiqmayapti deb hech qachon to'xtab qolma, chunki qorong'ulik abadiy emas. Kecha kunduz mehnat qilyapsanmi? Demak, qachondir mevasini olasan. Shuni unutmaginki, tez ko'tarilsang tez unutilasan. Shuning uchun chekka-chekkada o'z ijodingni qilib yuraver. Qachondir sen ham eplab bo'lmas darajada muvaffaqiyatga erishasan. O'shanda meni shu gaplarni eslab qo'ysang bo'ldi. Agarda senga bu motivatsiya ham yetarli bo'lmasa, bemalol sassiq ko'rpang ichida yotaver. Chunki senga men tugul qaysi motivatsiyalar ham yetarli bo'lmaydi. Faqatgina sendan so'raydigan narsam o'sha sassiq ko'rpangga kirib olib, negativ yozishni to'xtat. Bu yoqda qozoqlar, tojiklar, даже Free Fire chapadeshkadamiz deb turgan paytda sen o'zbek bo'lib turib, o'zbeklarning kommentariyasiga negativ yozsang, uyat bo'lsa kerak. Obuna bo'lib paddeshka qilayotganlar esa addi shu yurakdasizlar. Agarda malol kelmasa, siz ham obuna bo'lib qo'ying. Haypajurlar yoki bir-birini so'kib chiqayotganlar videosidan zeriksangiz, menga ham paddeshka qilib turasiz. Ovozga keladigan bo'lsak, bu o'zimni shaxsiy Alloh tomonidan berilgan ovozim. Godzillni ovoziga o'xshatayotganlar bemalol Godzillni kommentariyaga atmay qilib so'rashingiz mumkin. Aslında hiç gidilmez.